kimda qanday savollar bor? Sizlarga yoqdimi shu amaliyot? Loyihamiz tomonidan o'tkazilgan amaliyotimiz. Juda yaxshimi? Mana zamonaviy suv o'lchash asboblarini ko'rdik. Tushunmagan joylarni tushundik. Biz shuni tashkillashtirganimiz qanday? Ma'qul keldimi? Ma'qul. Bitta reallik ketyapti-da. Bunisi yo'q. Hozir ko'tarilgan masala dolzarb masalalar bu, shu kechalikning dolzarb masalasida bu. Mana savol bo'lsa erkin fikrlanaylik-da. Mana shu narsalarni yana suv ochilgan paytda shu narsani yana bir tashkillashtirish kerak, ko'proq suvga, katta kanalga. Hozir mana kichkina kanalga bo'ldik, kattaroq kanalga ham shuni. Har xil holatda qo'yiladi. Xudo xohlasa mana shu kamchiliklarni yana mana shu Telegram kanalimiz bor-ku, guruhimiz. Shuni yozib boring. Respublika bo'yicha yozib fikrlarni almashtirib akalar. Endi jumlashtirib qo'ying. O'sha kamchiliklarni bersanglar, qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Aka, biz hozir boshqa o'tgan viloyatlarimizdan olib kelyapmiz. Ular guruhga sekin erta-indin kirib fikr almasa yaxshi. Bizning o'sha loyihamiz O'zbekistonda suv resurslarini boshqarish milliy loyihasida shu ishlarni bu soha bo'yicha endi qo'l urildi, harakat boshlandi. Bundan oldin Demlarda ishladik, boshqa yo'nalishlar bo'yicha harakat qildik. Mana qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Kamchiliklari bo'lsa marhamat. Yana savollar bo'lsa, biz mana respublikadagi mutaxassis. Mana hozir mana bu keyingi elektronni chiqargan. ha, 700 litr suv chiqardi. aha. Yo kattaga. Eksperimentdan o'tmaganda birinchi marta qo'llangan. Hozir 170 berildi bu. O'lchash sharoiti anaqasini tekan. Bu yaxshi edi. Hozir bu suv loyihaligidan. Tom ilovasi, sizlar ilovami? Ha, tom ilovaga ulaninglar. Mana shu bilan qarang ulangan. Ha. Lekin mana bu lotkasi mana juda ham ma'qulda qo'yilgan. Endi buni ham o'ziga yarasha funksiyalar bor-da. Qayerda o'lchanadi? Puliga qarab. Oxirgi nimada? Oxirgi Endi bu ham puliga qarab. Bu ham Zamonlar bundan ham qimmatroq. Endi sekin-sekin bo'ladi. Akalar, hammaga avvalambor vaqtinglarni ajratib kelganinglar uchun rahmat. Mana savollar bo'lsa, soha bo'yicha savollar bo'lsa, mana Azam akamiz bor. Guruhda bor, savollar bo'lsa, bahsli joylari bo'lsa, savollarni qo'yinglar akalar. Telegram kanalimizni beramiz. Ha. Sizlarga ham rahmat. Juda ham katta amaliyot Qo'ldan kelchi. Bu yana davom yana qadamni qo'ydik. Harakat qilamiz, yana buni davom ettiramiz. O'zi mana shu mutaxassislar o'qib turish kerak hammamizga. Kamchiligimiz ko'p. ilovasi bilan hammasi bor. Hammasi bor. Mana hozir adresni boyagi Boburjon yozib berasiz. Qaysi kanal, kanalni yozasiz, bu ham hozir konchiq. Do'plarmi? Qanday o'lchamiz? Marhamat, akalar o'zingizlar bir fikrlarni bildiringlar. O'lchash jarayoni, savol javoblar bo'lsa marhamat. Muzaffar akamga savol bo'lsa mana. Savollar bo'lsa marhamat. Men suv o'lchashda videoga tushirib, boshidan shuncha kanalni mana olib borishingiz kerak. Video rolik qilib bersangiz juda yaxshi bo'ladi. Nima deb savolingizni qaytaravering? Video rolik mana shunday. Mana shunday jarayonni deyapti. O'lchash jarayonlari o'zanlik, o'zansiz kanallarda ikki xil qilib olib borishimiz kerak, daryolarda. Mana shunaqa savollarni biz ana 15 minut ketadi, 20 minut vaqt ketadi. bo'ldi aka, masala yo'q. Lekin Bu zo'r fikr, bu zo'r fikr. Qayta ko'raveradi. Amaliyotga qatnashganday bo'ladi. Ha, gruppada turadi. Kimdir tushunmasa, vaqti bor paytda o'shani yana qabul qilib oladi. Yaxshi. Bitta yaxshi mana bu yoqqa o'sha mutaxassis. Yaxshi Keyin kadr. bitta yozib boruvchi o'tirib, shunday bo'lyapti. Mana Bo'ldi, buni hisobga olib qo'yamiz. Doskaga olib aniq ko'rinsin. Bo'yinga o'xshab doskadan chiqqanmiz, keyin to'g'ridan to'g'ri arqa kanalga kelamiz, ikki xil jarayon o'lchanadi. O'zalik o'zimiz. yo'q, oldin kanaldan, Formula, chizma. kanaldan, keyin doskaga o'tish kerak. Bo'ldi aka, Xabaringiz zo'r bo'ldi, arzon. buni guruhimiz bor, hozir guruh. Hozir shuni yozib oling. Shu kundan boshlab hisobga olamiz. Buni endi 15 kun jarayonni biz respublika uchiramiz. Organik buni atdemiz qilamiz. Juda obro'li oshaki, yana. Yo, bizga obro' kerak emas, bizga yordam bersak, hisob qilsam O'sha guruhdan obro' oshadi. Ya, to'g'ri. Chunki qiziqadi. To'g'ri, mana shu guruhlar bor edi. Rahmat sizlarga ham. Endi to'g'ri harakatda o'sha manzilimiz bor, ikkinchi qulog'imiz bor, o'sha to'shakdan o'lchaymiz. Mana yoqqa.